Atoqli adib va jamoat arbobi Komil Yashin 1909-yili 25-dekabr kuni Andijon shahrida tug'ildi. O'rta maktabni tugatgach, 1925-yili Leningradga borib, O'rmon xo'jaligi institutiga o'qishga kiradi. So'ngra maktabda o'qituvchilik qiladi. 1930-1936 yillarda Yashin O'zbek davlat musiqali drama teatrida adabiy maktosh, 1946 va 1949 yillarda esa O'zbekiston Xalq komissarlari qoshidagi san'at ishlari boshqarmasida boshliq vazifalarini ado etadi. U 20 yildan ortiq vaqt davomida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga rahbarlik qiladi. Oybek vafotidan so'ng O'zbek tili va adabiyoti jurnaliga muharrirlik ham qiladi. U O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi edi. Yashinning ijodiy faoliyati 1925-yildan boshlanadi. Bu yillarda uning she'r va o'chirklari vaqtli matbuotda ko'rina boshlaydi. Shoirning Quyosh, Kurash, Komsomol she'riy to'plamlariga kirgan asarlarida mehnatkash xalq hayotida sodir bo'layotgan yangiliklar, yoshlar taqdiri va kelajagi haqidagi g'oyalar o'z ifodasini topadi. Yashin umrining keyingi yillarida Hamza romanini yaratdi. Uning so'nggi asarlaridan biri Yodnoma kitobidir. Yashin 1997-yil 25 sentyabr kuni Toshkent shahrida vafot etgan.